Muzeylar xalqimizning boy madaniy merosi, urf-odatlari va san'at an'analarini asrab-avaylab kelayotgan noyob maskandir. Bu yerda namoyish etilayotgan har bir ashyo o'ziga xos hikoya, har bir asar esa o'tmish bilan bugunni bog'lab turuvchi ma'naviy ko'prikdir. Muzey zallarida qadimiy qurolchilik buyumlari, nafis naqqoshlik namunalari, milliy liboslar va xalq amaliy san'atining betakror durdonalari joy olgan. Ularda xalqimizning didi, zehni, mehnati va qalb harorati mujassam. Bugungi ko'rsatuvimizda muzey xodimlari, san'atshunoslar va tarixchilar bilan suhbat orqali ushbu eksponatlarning yaratilish tarixi, ma'naviy qiymati va bugungi kundagi ahamiyati haqida so'z yuritamiz. Chindan, muzeylar o'tmish bilan bugunni bog'lab turuvchi ma'naviy ko'prik, ajdodlar xotirasini asrab kelayotgan muqaddas maskandir. Bu yerda har bir eksponat o'z tarixiga ega. Asrlar davomida yaratilgan ushbu boy meros muzey devorlari orasida saqlanib, bugungi va kelajak avlod uchun ma'naviy manba bo'lib xizmat qilmoqda. Muzeylar o'tmish bilan kelajakni bog'lovchi ko'prik deb bejizga aytilmagan. Qarangki, har yili an'anaviy tarzda 18-may sanasini Xalqaro muzeylar kuni deb nishonlash urf an'ana sifatida nishonlanib kelinmoqda. 1977-yildan beri aynan mana shu kunni Xalqaro muzeylar kuni deb nishonlaymiz. Aynan muzeylarga bo'layotgan e'tibor, muzeylarga bo'layotgan sa'y-harakatlar muhtaram yurtboshimiz tomonidan bot-bot aytilib kelinmoqda. Nafaqat respublikamizdagi barcha muzeylar singari Navoiy viloyatidagi muzeylarimizda, viloyat hamda filialdagi muzeylarimizda ham ushbu sana ko'tarinki ruhda nishonlanib kelinmoqda. Aynan mana shu sana bayram arafasida tashkilotlarimizdan, korxonalarimizdan qo'yinchi maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari hamda maktab yoshidagi o'quvchilarimiz ham ochiq eshiklar kuni tashkil etishi munosabati bilan bepul taklif etilib muzeylarga tashrifi ta'minlanmoqda. Bugungi kunda Navoiy viloyatida xabaringiz borki, 4 ta filiallarimiz faoliyat olib bormoqda. Ya'ni Qosim Shayx majmua muzey filialimiz, Nurota tuman tabiiy me'moriy majmuasi, Qiziltepa tuman o'lkashunoslik muzeyi hamda Sarmishsoy davlat muzey qo'riqxonalaridan iborat. Bugungi kunda Navoiy viloyati muzeyimiz 2 ta hududda faoliyat olib bormoqda. Biri Karmana tumanida joylashgan muzeyimiz sanalsa, ikkinchisi Navoiy shahridagi ma'naviyat va ma'rifat markazida joylashgan. Aynan ushbu muzeylarimizda bayram arafasida, bayramdan xoli kunlari ham yangilangan ekspozitsiyalar bilan tashrif buyuruvchi mehmonlarni kutib olmoqdamiz. Bugungi kunda viloyat muzeyimizda 28,005 dona muzey ashyolari mavjud. Ushbu ashyolar o'tmishdan, qadimdan so'zlovchi aynan mana shu bizning yoshlarimizga hamda yoshi ulug'larimizga o'zini bolaligini, yoshligini eslatuvchi, tarixdan so'zlovchi maskan hisoblanmoqda. Qachonki muzeylarda izlanish bo'lsa, yangilanish bo'lsa, muzeylarga tashriflar soni oshadi. Vaholanki tushumlar sifati ham yaxshilanadi. Aynan biz buning uchun har kuni o'z ustimizda ishlashimiz, kelayotgan sayyohlarga xushmuomalalik bilan kutib olishimiz hamda hududimiz tarixini yaqinroq, to'liqligicha ma'lumotlarni yetkazib berishimiz kerak. Aynan ushbu ishlarni samaraliroq tashkil etish maqsadida har bir hududda tashrif buyuruvchi sayyohlarga, xususan xorijiy sayyohlarga ko'proq ma'lumotlar bazasini yaratmoqdamiz. Ushbu bazalar qog'oz ko'rinishda, bukletlar ko'rinishda, broshuralar ko'rinishda, shuningdek e'lonlar, ommaviy axborot vositalariga e'lonlar berish yo'li orqali ta'minlanmoqda. Aynan muhtaram yurtboshimizning 261-sonli qarorini ijrosi ta'minlash maqsadida muzeylarga Milliy merosga mening hissam umumxalq aksiyasi tashkil etilmoqda. Ushbu aksiyada barcha tumanlarimiz, Xatirchi tumanimiz, Karmana tumanimiz, chekka hududlarimiz, Nurota tumanimiz hamda Qiziltepa tumanimizdan ko'plab fuqarolar aktiv qatnashmoqdalar. Ya'ni o'zlarini uylaridagi asori atiqalar, ko'plab xalq amaliy san'ati durdonalari, numizmatik buyumlarni muzeylarimizga topshirmoqda.
O'z o'rnida mana shu fuqarolarimizga jonbozlik ko'rsatganlari uchun muzeyimiz tomonidan muzeyning esdalik sovg'alari hamda qimmatbaho sovg'alar ham topshirilib borilmoqda. Ma'lumki, qadimiy milliy liboslar xalqning tarixi, dunyoqarash va ma'naviy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan merosdir. Bu liboslar nafaqat kiyim, balki asrlar davomida shakllangan hayot tarzi, urf-odat va estetik tafakkur ifodasidir. Har bir milliy libos muayyan hudud, iqlim va ijtimoiy muhitga mos holda yaratilgan. Matolarning turi, ranglar uyg'unligi va bezak elementlari orqali insonning yoshi, maqomi va hatto oilaviy ahvoli ifodalangan. Chakmon, kamzul, kamar, tun va ko'ylaklar nafosat bilan birga amaliylikni ham o'zida mujassam etgan. Navoiy viloyati tarix va madaniyati davlat muzeyining hozir biz turgan joy etnografiya bo'limi. Bu etnografiya bo'limida viloyatimiz bo'yicha muzeylarimizda namoyishga turgan eksponatlarimiz 2174 ta tashkil topadi. Bu yerda esa Zarafshon vohasining 20-asr boshlariga taalluqli liboslar namoyishga qo'yilgan. Bulardan eng qadimiysi bu paranji hisoblanadi. Paranji bu ayollarning ustki kiyimi hisoblangan. Paranji 1920-30-yillargacha ayollarimiz boshlarida yopib yurganlar. Uni chachvonni ham taqib yurishgan. To'q matolardan, ya'ni baxmaldan, qalin paxtali matolardan tikilgan. Paranjini atrofidagi naqshlariga qarab, uning qanday yoshdagi ayol ekanligini farqlagan, aniqlashganlar. Keyin paranji bu ayollarimizni salomatligi uchun juda ham foydali tomonlari bo'lgan. Qishda yuzlarini, boshlarini sovuq urishdan, sovqatishdan saqlagan bo'lsa, yozda esa yuzlarini oftob olishdan saqlagan. Uni esa chachvoni ot yolidan to'qilgan bo'lib, setkaday bo'lgan. Uni taqqan ayol yo'lni bemalol ko'rib ketavergan. Tashqaridagi insonlar esa o'shani kiygan paranji kiygan insonni ichki yuz qiyofalarini ko'rmagan. Lekin u ayollarimizni salomatligi uchun juda ham foydali libos bo'lgan. Bosh kiyimlarimiz mavjud, ro'mollar, kultapeshaklar juda ham ayollarimizni sochlarini ham sarishtali, ham boshlarini sovuq urishdan juda ham himoya qilgan, asragan. Bu milliy liboslarimizdan keyin erkaklarimizni ham milliy liboslari bor, mavjud. Bu etnografiya bo'limida oyoq kiyimlar, turli xil ziynatlarni soladigan sanduqlarimiz, hozirda esa ularni juda ham zamonaviylari mavjud bo'lsa, oldin faqat oddiy sanduqlar va o'sha kelin bo'lib keladigan ayollarimizda, ya'ni qizlarda kelinchaklarni zebul ziynatlarini, ya'ni taqinchoqlarini, o'sha surmalarini solib qo'yishda foydalangan. Bu etnografiya bo'limida yana Nurota gashtachi hunarmand ayollarimiz tomonidan tikilgan turli xil liboslari bor, to'nlar, ya'ni bular hozirgi kunlarda urfda kirgan, qadimiy uslubda bo'lib, qo'l ishi, hammasi qo'l mehnati asosida tikilgan. Juda ham bunga keladigan sayyohlarimiz, ayniqsa turistlar juda ham qiziqish bilan, ularga juda katta qiziqish uyg'otadi bu to'nlarimiz. Juda havas bilan, e'tibor bilan bu to'nlarimizni tomosha qilib, havas bilan qarashadi. Etnografiya bo'limida bu nafaqat libos, mahsi oyoq kiyimlarimiz ham mavjud bu yerda. Mahsilarda ayol va erkaklar kiyishgan. Bu esa qishda mana shu oyoqlaridan nam o'tishida, oyoqlarini mahsilarida kiyib yurishgan, oyoqlarini mana shu turli xil kasalliklardan saqlagan. Chindan, qadimiy milliy liboslarda qo'llanilgan naqsh va bezaklar chuqur ma'noga ega. Geometrik va o'simliksimon naqshlar hayot davomiyligi, baraka va muhofaza ramzi sifatida ishlatilgan. Zardozlik, kashtachilik, qo'lda tikish an'analari esa xalq hunarining yuksak darajasidan dalolat beradi. Ma'lumki, qadimiy sopol buyumlar inson qo'li bilan yaratilgan ilk eksponatlardan biri bo'lib, ular orqali o'tmish sivilizatsiyasining hayot tarzi, mehnati va badiiy tafakkurini anglash mumkin. Loydan shakl olgan bu buyumlar asrlar davomida xalq turmushining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Ushbu sopol idishlar kundalik maishiy ehtiyojlar uchun tayyorlangan bo'lsa-da, ularda yuksak san'ati namunasi aks etgan. Har bir shakl, har bir chiziq va naqsh ma'lum ma'noga ega bo'lib, hunarmandning didi, tajribasi va davr ruhini ifoda etgan. Sopol buyumlarda uchraydigan geometrik va o'simliksimon naqshlar tabiat bilan uyg'unlik, hosildorlik va baraka ramzi sifatida qo'llanilgan. Ayrim eksponatlar marosim va urf-odatlarga foydalanilgan bo'lib, ular xalqning ma'naviy hayotidan ham dalolat beradi.
Navoiy viloyati Tarix va madaniyat davlat muzeyi 1992-yilda tashkil topgan. Muzeyimiz 8 ta bo'limdan iborat. Arxeologiya bo'limi, xalq amaliy san'ati bo'limi, etnografiya bo'limi, tasviriy san'at bo'limi va shunga o'xshash bo'limlarimiz mavjud. Bu bo'limlarda o'sha tuman filiallarimiz bilan birgalikda 28 mingga yaqin eksponatlar saqlanib kelinmoqda. Navoiy viloyati ma'naviyat va ma'rifat markazida ham muzeyimiz mavjud bo'lib, mana shu muzeyimizda asosan shu arxeologiya bo'limining eksponatlari saqlanib kelinmoqda. Shu bilan birgalikda etnografiya bo'limi, tasviriy san'at bo'limi, numizmatika bo'limi eksponatlari ham mavjud. Mana shu arxeologiya bo'limi haqida gapiradigan bo'lsak, o'sha Karmana tumanidan topilgan qadimiy o'sha arxeologik sopol qoldiqlardan namunalar ham ko'rsatib o'tilgan. Ushbu sopol qoldiqlar 10-13 asrlarga tegishli bo'lib, o'sha Karmana tumani hududi atroflaridan topilgan. Bu sopol qoldiqlar asosan o'sha uy ro'zg'or buyumi sifatida foydalanilgan o'sha buyumlarning qoldiqlari bo'lib hisoblanadi. Arxeologiya bo'limida saqlanib kelinayotgan 19-asrga tegishli 3 dastali sopol xumimiz mavjud. Bu xumdan asosan o'sha saryog', asal mahsulotlarni saqlash uchun foydalanilgan, ya'ni uy ro'zg'or mahsulotlarini saqlashgan. Bu xumimiz asosan o'sha yarmiga qadar yerga ko'mib ishlatilgan, chunki qadimgi davrda muzlatgichlar bo'lmagan, muzlatgich vazifasini bajarib bergan xum. Bundan tashqari, mana shu arxeologiya bo'limida sopol xumlarimiz saqlanib kelinmoqda. Bu xumlarimiz 18, 19, 20 asrga tegishli. Bu xumlardan asosan o'sha donli mahsulotlarni saqlab qo'yish uchun foydalanilgan. Shu bilan birgalikda shu arxeologiya bo'limimizda toshirmon qoldiqlaridan ham namunalar ko'rsatib o'tilgan. Bu toshirmon qoldiqlari 95-100 million yillik tarixga ega bo'lgan eksponat bo'lib hisoblanadi. Muzeylardagi xalq amaliy san'ati bo'limi xalqning qalbi, didi va hayot falsafasi mujassam bo'lgan noyob makondir. Bu bo'limda namoyish etilayotgan har bir eksponat asrlar davomida shakllangan hunarmandchilik an'analari va milliy tafakkurdan darak beradi. Xalq amaliy san'ati buyumlari kundalik turmushda foydalanish uchun yaratilgan bo'lsa-da, ularda yuksak badiiy mahorat namoyon bo'ladi. Kulolchilik, chevarchilik, kashtachilik, naqqoshlik, zardozlik va yog'och o'ymakorligi kabi hunar turlari xalqimizning mehnatsevarligi va ijodkorligini aks ettiradi. Muzeyimizning xalq amaliy san'ati bo'limiga tegishli bo'lgan charx haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ushbu charx 19-20 asrlarga tegishli bo'lib, asosan bu charxdan ip yigirishda ishlatilgan hamda o'sha uy ro'zg'or buyumi sifatida ishlatilgan ayollarimiz qo'y, echki hamda tuya junlarni yigirishda ishlatilgan. Ushbu charx asosan bizga Arman va Ozarbayjon millatlaridan kirib kelgan. Unda ip yigirishdan maqsad mana shu to'qiladigan har bir kiyim deymizmi, gilamlarning iplarini nafis qilib chiqarib bergan. Charx yonida dastgoh, ya'ni gilam to'qilishida ishlatiladigan dastgoh. Ushbu dastgohda asosan gilam to'qilib, uy ro'zg'or buyumi sifatida ishlatilgan. Yana bir bo'limimiz etnografiya bo'limi. Bu etnografiya bo'limida asosan ayollarning milliy kiyimlari, kashtachilik bilan bezatilgan. Biz bilamizki, Navoiy viloyatining Nuroto kashtachiligi o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ayollarimiz bu kashtalarimizga o'zining mana shu oilasida bo'lgan jarayonlarni tasvirlangan. Mevalar, ya'ni anor, bu ko'p farzandli belgisini bildirgan. Qalampir munchoq, ko'z tegmasligi, gullar bilan bezatilishi esa oilasida tinchlik ramzini bergan. Kashtalardagi iplar asosan tabiiy ranglardan tikilgan bo'lib, bu ranglar piyoz po'sti, anor po'chog'ining suvidan hamda o'smalardan olingan. Bizning Nuroto kashtachiligimizga hattoki mana shu jahon miqyosida qiziqishlar katta bo'lmoqda. Hozirgi kunda chetdan kelayotgan turistlar ham mana shu kashtachiligimizni tarixi bilan juda ham qiziqish bildirib, kashtalar to'g'risida, kashtaning yaralish tarixiga ega bo'lib kelmoqdalar. Bizning muzeyda hozirgi kunda mana shu kashta tikish bo'yicha mahorat darslari o'rgatilib borilmoqda. Asosan yosh qizlarimiz uchun to'garaklar tashkil etilmoqda. Mana shu kashtalarni tikish jarayonlarida ham yoshi katta, o'rta yoshdagi, hattoki yosh qizlarimizga ham tikish sirlari o'rgatib borilmoqda. Siz tasvirda ko'rayotgan qadimiy mis buyumlari.
Ular shunchaki ro'zg'or anjomi emas, balki har bir naqsh, har bir bezak, har bir zarb ortida xalqning didi, turmush tarzi va asrlar davomida shakllangan madaniyati mujassam. Bugun muzeylar javonlarda ehtiyotkorlik bilan asrab kelinayotgan misgarlik namunalari o'tmishning jonli guvohidir. Ularni kuzatar ekansiz, go'yo tarix tilga kirgandek bo'ladi. Chunki bu buyumlar orqali ajdodlarimiz nafaqat kundalik ehtiyojini ta'minlagan, balki san'at va nafosatni ham hayot tarziga aylantirgan. Qadimda misdan yasalgan laganlar, choynaklar, qumg'onlar, tovoqlar va turli ro'zg'or buyumlari har bir xonadonning ko'rki sanalgan. Ayniqsa qo'l mehnati bilan ishlangan naqshlar, o'yma bezaklar va milliy uslubdagi hunarmandchilik elementlari misgarlik san'atini yuksak darajaga olib chiqqan. Misgar ustalar bir qarashda oddiy ko'ringan metallga jon bag'ishlagan. Ularning mohir qo'llari ostida mis jilolanib, haqiqiy san'at asariga aylangan. Har bir buyumni tayyorlash jarayoni katta sabr, mahorat va nozik didni talab etgan. Navoiy viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyining eng noyob eksponatlaridan xalq amaliy san'ati bo'limiga tegishli mis laganlar haqida gapiradigan bo'lsak, qadimda laganlarimiz katta holatda bo'lgan. Bunga sabab oilada necha kishi bo'lsa ham bitta laganda ovqatlanishgan. Mana shunda oila a'zolari bir-biriga nisbatan mehr oqibatli jibslik bo'ladi, katta laganlardan ovqatlanishgan. Bundan tashqari qadimda gaz bo'lmaganligi sababli osma qozonlardan foydalanishgan. Osma qozonlarni ostiga olov yoqib, suv qaynatishgan, ovqatlar pishirishgan. Mis buyumlarga tegishli mis oftobalardan keng foydalanilgan. Uyda mehmon kelganda mana shu qo'lga xizmat yuzasidan suv quyishgan. Ba'zi mis oftobalarning shuning uchun dastasi bo'lmagan. Ikki qo'llab suv quyish uchun mo'ljallangan. Katta samovarlar haqida aytadigan bo'lsak, to'y marakalarda mana shunday misdan ishlangan katta samovarlardan foydalanishgan. Kichik oilalarda esa kichik samovarlardan foydalanib kelishgan. Qadimda shoxlarga ovqat etishda mis badkashlardan foydalanishgan. Bunga sabab o'zgalarning nazari ovqatga tushmasin hamda gigiyena jihatdan badkashdan foydalanishgan. Taom tarkibida zaharlangan bo'lsa yoki ovqat aynigan bo'lsa, mis badkash atrofiga ko'kimtir chiziq paydo bo'lishgan. Shuning uchun asosan boy xonadonlarda hamda podsholarga ovqat etishda mis badkashlardan foydalanilgan. Ushbu san'at asarlari ayni damda bizning muzeyimizga ham saqlanib kelinmoqda. Zargarlik buyumlari nafaqat bezak, balki xalq tarixi, milliy qadriyat va yuksak san'at namunasidir. Asrlar davomida sayqal topgan bu noyob meros bugun muzeylar qarida ehtiyotkorlik bilan asrab kelinmoqda. Muzey javonlaridagi har bir taqinchoqlar o'tmishdan qolgan bebaho yodgorlik hisoblanadi. Bu buyumlarni tomosha qilar ekansiz, go'yo vaqt charxi ortiga qaytib, ajdodlar hayoti, urf-odatlar va dunyoqarashi bilan yuzlashgandek bo'lasiz. Qadimda zargarlik buyumlari nafaqat go'zallik ramzi, balki insonning jamiyatdagi o'rni, mavqei va ma'naviy qarashlarni ham ifoda etgan. Ayniqsa ayollar taqinchoqlarda milliylik, nafosat va nozik did yaqqol namoyon bo'lgan. Naqshlarda ezgulik, baxt, farovonlik va himoya timsollari aks ettirilgan. Shu bois ham ko'plab taqinchoqlar insonni yomon ko'zdan asraydigan tumor sifatida qadrlangan. Muzeyning xalq amaliy san'atidan joy olgan mana shu taqinchoqlarimiz haqida gapiradigan bo'lsak, 19-20-asrga tegishli asosan o'sha qadimda ayollarimiz, ayniqsa boy zodagon ayollarimiz misdan, kumushdan ishlangan taqinchoqlardan foydalanishgan, taqilgan. Sababi o'sha kumushdan tayyorlangan, ishlangan taqinchoqlar inson organizmiga foydali xususiyatlari juda ko'p bo'lgan. Bizning o'sha muzeyimizning ekspozitsiya zallaridan joy olgan taqinchoqlarni ham e'tibor berib qarasangiz, juda ham chiroyli hamda bejirim, doimiy taqib yuradigan taqinchoqlar ham mavjud. Qadimiy o'sha boy zodagon ayollarimiz taqib yurishgan taqinchoqlar ham joy olgan. Asosan mana shu 19-asrga tegishli bo'lib, mahalliy aholi tomonidan muzeyga sovg'a tariqasida topshirilgan. Asosan mana shu muzeyimizga tashrif buyuradigan sayyohlarni mana shu misdan ishlangan bilaguzugimiz ko'proq jalb qiladi o'ziga. Sababi uni bejirimligi, milliyligimiz urg'u berib ishlanganligi ko'proq o'ziga jalb qiladi. Muzeylar o'tmishni anglash, tarixdan saboq olish va milliy merosni asrab-avaylashga xizmat qilayotgan bebaho dargohdir. Ayniqsa, yosh avlod qalbida vatan tarixiga hurmat va milliy qadriyatlarga sadoqat tuyg'usini shakllantirishda uning ahamiyati beqiyos.
Bugun viloyatimizda ham madaniy merosni asrash, tarixiy boyliklarni kelajak avlodga yetkazishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki millatning kuchi uning tarixi, ma'naviyati va qadriyatlariga bo'lgan hurmatida namoyon bo'ladi. O'tmishni qadrlagan xalqning kelajagi ham mustahkam bo'ladi. Muzeylar esa ana shu buyuk tarixni saqlab, uni kelajakka yetkazayotgan ma'rifat maskanlari sifatida o'z ahamiyatini yo'qotmaydi.